Assalomu alaykum. Bugun mana shunday pufik ta'bir etgan modelini yasashni o'rganamiz. Buning uchun Max'ni ochib olamiz. Hop, Max'ga kirib, perspektiva oynasiga o'tib, Create bo'limi, Geometry bo'limi va bu yerdan silindrni tanlab, bunday mana chizib olamiz. Hop, demak bizga qovurg'alar ko'ritish kerak. Buning uchun F4 ni bosib olamiz. Mana qovurg'alar ko'rindi. Endi parametrlarni o'zgartirishimiz kerak bu silindrni. Demak, buning uchun Modify ga o'tamiz. Modify ga o'tib, radiusini yozamiz. Demak, buni radiusini aytaylik, mana 50 deydigan bo'lsak, o'tiradigan yerini. Demak, radiusi bizda 250 bo'ladi millimetrda va bo'yini hozircha biz 120 qilib turaylik. Mana. Hop, mana shu tarzda bo'ladi. Endi height segment bunga bir qilamiz. Size turaveradi. Hop, mana shu tarzda bo'ladi. Endi bunga parametrlarni to'lib bo'lgandan so'ng modify listdan edit polyni tashlaymiz. Mana. Demak, mana shu shaklda edit poly berib olamiz. Endi bu yerdan mana poligonga o'tib, tepa va past qismini Ctrl bilan belgilab o'chirib olamiz. Bizga mana bu yoni kerak. Endi edge ga o'tamiz. Edge ga o'tib mana bunday yonini belgilab, demak ringni bosamiz. Va bizga kerak connectning katakchasi mishkani o'ngini bosib, ikkita yozamiz. Ikkita yozib tishkani bosamiz va scale ga o'tib, mana bunday R ni bosgan bo'ladi. X va Y o'qini ushlab ozgina mana ko'p emas, ozgina. Mana shu shaklda demak kattaytirib olamiz. Mana yetadi. Endi mana bu tepa past ushlab, demak yana ringni bosamiz. Hop, bunga ham beramiz. Mishkani o'ngini bosib connect katakchasi. Va buni 1 ga tushirib, mana buni demak 60 qilsak bo'ladi. -60 demak. Mana 1 0 -60. Bitishkani bosamiz. Endi border bor, borderga o'tamiz. Tepa pastni Ctrl bilan ushlab, mana qizil qilib belgilaydi. Endi hop, scale da turibmiz hali ham. Shift ni bosgan holatda mana X, Y o'qi bo'yicha mana bunday olib kiramiz. Mana bunday ozgina mana bunday olib kirib olamiz. Mana endi yana beramiz. Shift ni bosib. Endi hop, move ga o'tib olamiz. Mana bu yerdan birinchi mana buni tepasini ushlab, Z o'qi bo'yicha ozgina mana ko'taramiz. Keyin pastni ushlaymiz. Z o'qi bo'yicha mana ozgina pastga tushiramiz. Mana ko'tariladi. Endi mana bunday ushlab, tepa pastni mishkani o'ngini bosib, cap ni bosib, mana bunday yopib olamiz. Mana yopildi. Endi bizga yana edge kerak. Edge ni bosamiz. Hop, tepa past mana bu qirralarni ushlaymiz. Ushlagandan so'ng loop ni bosamiz. Mana loop, mishkani o'ngini bosib extrude beramiz. Demak, tur, birinchisiga tur va ichkariga beramiz. -10 1 cm mana berdik. Endi mana bu yerda mana bu qirralarni ushlab olamiz. Mana ushladik. Endi yana loop qilamiz. Endi bunga ham extrude beramiz. Faqat extrude ni endi hop, mana shu shaklda bo'laveradi. Mana bo'ldi. Demak, yana shu holatda bo'ldi. Mana. Endi bunga modify listdan turbo smooth beramiz. Hop, turbo smooth. Ikkita berib qo'yamiz. Mana endi ko'rsak, bizda mana bu holati paydo bo'ldi. Ya'ni rasmdagi deyarli mana chok holat paydo bo'ldi. Endi bunga oyog'ini ishlaymiz. Demak, oyog'ini ishlash uchun frontalniga o'tib olamiz. Frontalniga o'tib, hop, create bo'limi, geometry bo'limi, plane ga o'tib, mana shu shaklda mana bunday chizib olamiz. Chizib turib, modify ga o'tib, bunga razmer beramiz. Demak, buni
350 birinchisiga, keyingisiga mana 450 beramiz yoki 480 bersak ham bo'ladi mana. Mana bularni bir-bir qilib olamiz. Endi bu yoqqa qaytamiz. Alt W bilan perspektivaga qaytib, endi bunga modify listdan edit poly modifikatorni tashlaymiz va buni ichidan edge ga o'tamiz. Birinchi mana bu tepa pastni ushlab, demak connect katakchasini bosamiz. Ikkita beramiz va mana buni o'rtadan mana shu shaklda demak 80 bersak bo'lar ekan yoki 70 beraylik. 70 ko'p ekan, 75. Mana 75. Endi mana shu o'zi ikkalasi ushalib turibdi. Shuningdek, connect katakchasiga yana bosamiz. Xo'p, buni bir qilamiz. Mana buni 0 qilib, tepaga mana ko'taramiz. Demak, buni 65 qilsak bo'ladi. Mana bo'ldi. Endi poligonga o'tib, mana bu pastini o'chirib yuboramiz. Endi bunga shell modifikatorni tashlab, bunga demak shell modify listdan shellni topsanglar bo'ladi. Mana bu yerdan men bu yerga chiqarib olganman. Demak, mana bunisiga demak 40 yozamiz. Mana bu oyog'i bo'lyapti. Endi xo'p, bunga endi modify listdan edit poly tashlaymiz. Xo'p, edit poly va mana bu edit polyni poligonga o'tib, pastki ikkita oyoqni kontrol bilan ushlab, R ni bosib, mana scale ga o'tib olamiz va x, y o'qini o'rtasini ushlab, mana bunday kichraytirib olamiz. Endi mana bu o'zini ushlab, endi W ga o'tamiz, ya'ni move ga o'tib, surish oynasi. Mana buni 0 ga keltirib olamiz. Qulfni oldida turibdi. X o'qida turibdi. Endi x o'qi bo'yicha orqaga demak -50 yozaman. Endi mana buni ushlab, x o'qiga endi oldiga berishim kerak 50. Oyog'i chiqdi. Endi bo'ldi. Bundan bitta kopiya olaman. Ctrl V. Hop. Copy ni bosamiz va mana bu rotate ga o'tib olamiz. Endi bossak ham bo'ladi va mana bu o'q bo'yicha Z o'qi bo'yicha mana bunday aylantirib olamiz. Buning uchun hop A ni bosib olsak yoki mana yerdan Z o'qiga 90 yozsak, shunchaki mana bunday aylanadi. Endi buni W ni bosib olamiz yana. Mana buni sentrga olib kelishimiz kerak. Bu sentrda mana joylashmadi. Demak, buni sentrga olib kelish uchun mana alliginni bosamiz. Alliginni bosib, mana bu oyog'ini belgilaymiz. Belgilab, Z o'qini o'chiramiz. Center qilsak, mana oyoq ikkalasini o'zini sentrga keldi. Endi buni qo'shib olishimiz kerak. Bu o'zi edit poly bor, attachni bosib, mana bu oyog'ini ham ushlab, mana ushlab olamiz. Mana bo'ldi. Endi mana shu oyog'ini ushlab, o'zini mana buni alliginga yana kiramiz. Mana bunga sentrovka qilamiz. X va Y o'qi bo'yicha mana sentrovka qilib berdi. Endi buni mana endi pastda turibdi. Endi bu yoqqa o'tib ozgina mana tepaga ko'taramiz. Mana demak bizda oyoq o'rnadi. Endi xo'p, mana bunday oddiy click qilib olamiz. Mana va F4 ni bosib olamiz. Endi buni mana qirrasini yumshatishimiz kerak. Yumshatish uchun oyog'ini o'zini ushlab, modify listdan demak bizga kerak chamfer. Chamfer, hop, mana bu teparoqda. Mana chamfer va chamferiga yozamiz. Hop. Mana buni segmentni 0 qilamiz. Buni 2 qilib qo'yamiz. Mana 2 qilsak, mana burchaklari bizda nima bo'ldi? Ozgina yumshadi. Mana bo'ldi. Endi bularga material berishimiz kerak. Xo'p, material berish uchun yana mana buni default shading o'tkazib olamiz. F4 ni bosamiz. Xo'p, M tugmasini bosib, material editor, ya'ni material oynasini ochib olamiz. Bu mana bu yerda bizda mana bu orqali ham o'chirib yoqsak bo'ladi. Mana yoriq turibdi. Endi xo'p, material tortib olamiz. Buning uchun xo'p, biz internetga kiramiz, kirib turib bu yerdan yozamiz. Demak, xo'p. Kodmas, xo'p, material texture deymiz.
material texture deb yozdik. Xo'p, bu yerdan shunga o'xshashini bitta tortamiz. Yoki gullimi, katakchalimi. Mana bu ham yaxshi. Bittasini tortamiz. Mana bu seriya ham bo'laveradi menimcha. Shuni demak ichkanligini bosib сохранить картинку. Hop, рабочий stol deb papka ochamiz. Texture pufik. Endi hop, mana material tortib oldik. Wood deymiz endi, ya'ni yog'och. Mana bu zo'r ekan, mana shuni tortamiz. Tortib oldik. Endi shu papkamizga kiramiz. Demak, bu рабочий stolda texture pufik mana. Demak, birinchisini olib kiramiz bu yoqqa, ikkinchisini mana bunday olib kirib olamiz mana. Kirdi. Endi bunda mana zanjir ochamiz. Mana zanjir ochib, materials, general, physical material, base, weight ga o'tamiz. Xuddi endi bunga pastga mana beramiz. Hop. Demak, base color map ga o'tkazib qo'yamiz aka mana. Mana bunga berildi. Endi mana buni ham xuddi shunday ochamiz. Material, general, physical, base color map ga o'tkazib mana bunga beramiz. Endi shu yerdan biz bunga UI map berishimiz kerak. Demak, mana bu tepalari mana bu holatga kelish uchun hop, mana bu tepasini ushladik, yumshoq joyini va pastga tushib UI mapni topamiz. Mana UI map berdik. Endi bunga silindr beramiz. Silindr berib turib, mana buni cap qilib qo'yamiz mana. Mana endi ko'rsak, bizda nima bo'ldi? Material teksturasi demak chiqdi. Mana shu tarzda demak biz material bersak bo'lar ekan. Kanalga obuna bo'ling va like, komment yozishni unutmang. Barchaga rahmat.